Assalomu alaykum. Faromahat kanalini kuzatib borayotgan guruhdoshlar. Sog'misiz, salomatmisizlar? Mana bundan bir necha kun avval Toshkent viloyati Bo'ka tumani Mirzabek MFE Ramazon ko'chasida fuqaromiz Muxtor aka murojaat qilib chiqqandilar menga. Men video qilib chiqazgan edim. Shunga binoan mana Ichki ishlar vazirligiga chaqirdi. Mana hozir shu fuqarolar bilan Ichki ishlar vazirligiga keldik. Ichki ishlar vaziri Muxtor akam bilan ayollarini qabul qildi. Qabul jarayoni qanday bo'ldi Muxtor aka? Qabul jarayoni rahmat, mana bizni kelib qabul qilishdi, so'rashdi, yozma ravishda arizani qabul qilib oldi. Ulardan minnatdormiz. Shunchalik xizmat qilib nima qilganiga rahmat. Bizni tinglagani uchun, suhbat qilgani uchun mana Bo'ka tumanidan kelib murojaatimiz shunchalik nima qilib berganiga rahmat. Xursandmisiz Ichki ishlar vazirining xodimlaridan? Ichki ishlar xodimlaridan hammasidan xursandmiz, minnatdormiz, rahmat. Murojaatingiz yozma ravishda olishdi hamda registratsiya qilishdi. Xudo xolasa tez orada qonuniy tartib o'rgani chiqib, qonuniy tartibda xalqqa beradi. Xudo xolasa inshaalloh moliyasi topiladi. Topilsin iloyim. Keyin siz nima deysiz? Keyin mayli endi yig'layaptilar. Keyin tushunasizlar endi. Vazirligiga keldik. Mana Xudoga shukr qabul qildi. Gap-so'zlar yurishdi. Hurmat qildi. Shularga rahmat. Gaplarimizni eshitdi. Rahmat. Shularni boshini Alloh tiylasin. Ziyoda bergani uchun rahmat. Mana hurmatli fuqarolar, endi mana shu Bo'ka tumani Mirzabek MFE'sida undan oldin ham video qilib chiqazganman. 11 ta kurka itgan edi. U kurkalar ham topilmadi. Undan keyin mahallamizda bir necha fuqarolardan, shaxsan meni o'zimdan ham fasol don mahsulotlari yetdi, lekin ming afsuslar bo'lsinki, haligacha topilgani yo'q. Xudo xolasa o'g'rilar topiladi, qonun oldida javobini berishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, meni kuzatishda davom etinglar.